Voy, bu hovlimi yo kvartira? Shunaqa keng kvartira bo'lsa, bosib yuborardim degan qo'qonlik obunachim, ekranga yaqinroq keling. Bugun xuddi shunday sotuvga qo'yilgan uyimizni obzorini qilib beraman. 150 kvadrat maydon degani hamma o'z xonasiga ega bo'lib yashaydigan shinam, yorug' va keng hayot boshlanadi. To'rxonaning o'zi bo'lsa ikkita alohida sanuzil. Bu juda katta qulaylik, ayniqsa mehmon ko'p keladigan, tartib-intizomni yaxshi ko'radigan oila uchun juda mos. Kvartiraning o'rta podyezdda joylashgani ham juda yaxshi variant. Balkoni borligi esa alohida plyus. Pishig'ishli 4 qavatli bino, ikkinchi qavat ayni ma'qul qavat. Remont esa yangidek kirib yashashga tayyor. Mebellarni olib chiqib ketishar ekan, ya'ni o'zingizga yoqqancha dizayn berish, didingizga mos jihozlash imkoniyati juda keng. Isitish tizimi zamonaviy, to'pli pol bor, ustiga otopleniya ham ulangan. Qishda farzandlaringiz issiq pol ustida bemalol o'ynaydi. Kommunikatsiya esa muammosiz ishlayapti. Narxi egalari 1 kvadratiga $550 dan deyishyapti. Yana kelishtirib beramiz deyishdi. Manzil Qo'qon shahar Farobiy ko'chasi 27-dom. Aloqa bank yaqinida, shaffof metan ro'parasida. Egalarning raqamlari shundoqqina ekraningizda, bemalol bog'lanib kelishsangiz bo'ladi. Bu joyning eng katta ustunligi infratuzilma. Katta yo'l bo'yida, atrofda maktab, bog'cha, universitetlar, o'quv markazlari, apteka, poliklinika, xususiy klinika, banklar, savdo markazlari hammasi qo'lingiz ostida. Hatto O'zbekistonda birinchi ochilgan Mercedes-Benz avtosaloni ham oldingizda. Bu manzilning obro'si, qadri, kelajakdagi qiymati juda yuqori. Bu kvartirani yaqinlarga ham ulashib qo'ying.